Ondan sonra bugün sandan ulaş kısmını başlap sözleyimiz olanlar var. Ondan sonra biz miyaga marşrut degan saydan kirgandan keyin siz shu to'p kirgandan keyin miyadan shu juku SQL server to'shanlilanchida bir sifatlar var. SQL server shu juku bil so'zlaymiz. Buni uchun cho'qim kompyuterga SQL serverni qachon kerak. SQL server nomi o'tganda ko'chirib berdimmi? 2015da ko'chirib berdim. Shunda u bak eg'ar, menda endi bir nusxasi bor, yenik bo'lgan nusxasi. Ani o'chirib o'tib sizlar. Buning sig'imi bir 100 megabayt cho'nliq keldi. Odat ishlasak bo'ldi-ku buni. Mana mashqisi. Buning sig'imi shu 97 megabayt ekan. Avval meniki SQL server MS mana avval mana qajlaysizlar. Men qajlab bo'lgandan keyin keyingi qajlaysizlar qonunlar. Qajlab bo'lgandan keyin ondan tanishadigan bir ishga yeri bor, shuni tanishsanlar bo'ldi. Men so'yor tanishib kirgandan keyin anam yerda SQL server 2015 da turamda. Ondan SQL server manager Studio Express deb bir sifatlar var. Bunun aslida page gunji deb turdi. Page gunjini SQL server yerda config manager deb turdi. Configuration manager. Men tanlagandan keyin ani biz buni tashishlik maqsad nima degandan mush kompyuterni fuv chiqib turib, buni uloqib bo'lgan har qanday kompyuterning o'zida SQL server fuvini taqatmoqchi bo'lib qolsak. Andan buning ma 3 tal fuv chiqsa, yani ba'zilar qilgan 2 tal fuv chiqdi meniki falanlar bor. Mushamiz qo'zliqlik qilish kerak normal ahvolasida. Andan ma asta qarasanglar yerda Wanglo page deb turanda. Wanglo page'ninki ichi kirgandan keyin SQL Express deb yerda MS SQL server deb qo'ymayapti. Bunun ichi kirgandan keyin meyadan astin qilsa MS SQL server deb turdi. Buninglik ma TCP IP ni o'zi chiyong bilish kerak. Falanlar bor. Chiyong dastlabda men chiyong qo'ygan ma'ni sizlarninkida qilgan chiyong bo'lmaydi mana. Mana cho'qim chiyong qilishimiz kerak. Ma chiyong olat bo'lgan bo'ldi falanlar bor. Anda IP dirji degandan keyin eng asta qarasanglar meyada TCP IP al deb turdi. Bundan ko'rsiniz yo siz sansamga tanishinglar kerak meyadincha. Tanishib yeng qilib mana chidon qo'ysanlar bo'ldi. Qo'zlasanlar bo'ldi. Bu ikki nuqtani qo'yatgandan keyin an bilan nisbatan shu juku qurgan vaqtda kaysadan kirgandan keyin andan SQL server 2015 dan keyin meyada SQL server manager Studio Express deb turdi. Buni ochgandan keyin meyada navbatdagi fuv nisbatan bir diyan qilasizlar. Agar sizlar kompyuter to'g'riq bo'lib qolib qolsa, to'rdagi bir fuv bo'lib qolib qolsa, to'rdan bir setib olgan SQL server sandan bo'lib qolsa, bu sandan ta'minlab turgan IP adresi bo'lgan bo'ldi. Bundan boshqa anan keyin sandanga kirdigan abonent ismi bilan sandan kirdigan parolni bergan bo'ldi setib olgandan keyin. Mushu bo'yicha buni ulaymiz ma. Ulashni bosgandan keyin buni o'zi normal SQL server mulozimatlarini o'zi ulangan bo'ldi shunday. Ulangandan keyin sandan degan uchun tanlagandan keyin meyagani siz o'zinglar qurmoqchi bo'lgan sandanni o'zini qura olasizlar. Buni oldingi soatlar darslarimizda sandan qurish so'ziga inshtor so'zimiz ham bo'ladi buni. Sandan qurgan vaqtda bir diqqat qilgan nuqta bor miyada. Jadvallarni turg'izgan vaqtda buningga jadvalni turg'izgan vaqtda ham biz buni uyg'urcha xat yozamiz, Unicode xat yozamiz ekanmiz, cho'qim oldiga n kelganini tanlaysizlar. Bu bek muhim. Masalan qaramaydi n-varchar deb keldi qo'ymaydi. N-text degandek. Ana bunda n-varchar bilan varchar deb pa. Meyoqqa usti qarasanglar varchar deb pamaydi. Varchar degani bo'lsa Unicode'lik emas. Aslida bu yerda varchar deb pa. Mana varchar deb pa emasmi? Buni qo'ysang uyg'urcha xat yozib bo'lmaydi, buni ham izlolmaydi qonunlar bor. Cho'qima n-varchar. Bundan boshqadan keyin meyadan n-text degan o'zi chiqat yozgan n-text ishlatislar qonunlar bor. Ana sonlar nisbatan mana chiqqanlik sonlar bo'yicha ana buningda true false qiymatni nisbatan ishlatgan vaqtda buni true false deb yo'q. Bu vaqtda bitni ishlatamiz. 0 orqali false ni 1 orqali true ni ifodalaymiz. Qonunlar bor. SQL jimiz bergan vaqtda true ni o'rniga 1 ni qo'yamiz, false ni o'rniga 0 ni qo'yib izlashib boramiz. Bu SQL jumlalarni pishiqda danglar shu marta ko'rsatmaydi mana. Qonunlar bor. Buni o'zinglar texnik takrorlab ko'rib yiqinglar. Endi biz bizning mulozimatimizdan bugun eng oddiy bo'lgan tenja qilib bo'lgan, so'ga qilib bo'lgan, shanchu qilib bo'lgan, chashu qilib bo'lgan bir ko'ngilsiz ikki bo'lgan oddiy bir programmani tuzib ko'rib yiqaylik. Undan so'ng buning uchun men endi meyadan SQL server to'shanli ulanishini ochdim shunday. Ochgandan keyin men meyaga local hostda meni qo'shib qo'ygan. Men hozir bularni o'chirib o'tib yangidan qo'shni yutib qo'yay. Ani biz SQL serverni meyadan qo'zitib, jadvallarni o'zini qurib, shurjuklarni o'zini quramizmi? Endi bunday qilmay, mana o'zidan bevosita misha ishlasak ham bo'ldi meyadimcha. Mana o'zim qurdig'ini var.
Şan qurup işletsek bo'laveradi. Masalan, Shujuku degan vaqtda ma o'zining Shujukusi ma, chunki bo'lasida. O'zining. Medan tan kalenje qilib, medan Tianjia SQL server deb turdi-ku. Tianjia SQL server qandan keyin ana SQL serverning o'ziga online. Ular vaqtda altashnali, no SQL serverninki medan huchining sandaning ismi edi-ku. Mana SQL server 2012 kun bo'lgan. Ma kompyuterning o'zicha SQL server 2012 vaqt medan PNG qilib bo'ldi emasmi? Ana biz ma kompyuterning o'zidikisini qo'shmoqchi bo'lib qolsak, Tianjia SQL server degan basimiz. Basqandan keyin medan bo'lsa, bir DJ sanji shuna va. Ana medan SQL server degan turni tanlagandan keyin login sa mehmoni o'zi ma kompyuterning 1 2 3 4 5 ta. Announcement connect. SQL server qo'llanmaydi. SQL server qo'llangandan keyin sandan yana kirsam, men qurgan sandan menga chiqqan bo'ldi. Buni chiqarsam miyada jadvallar, men qurgan jadvallarni o'zim miyada bog'lagan bo'ldi. Har men jadval qurish lozim bo'lib qolsa, mishadlar yangi jadval qo'shish toppan. Qo'shgandan keyin musharqli jadvallarni qurib bo'ldi. Demak, sen SQL serverning SQL serverni HP misalmi, mana muhiti turiblar buni qanday qilib ekan, bir taraf qilib ekan, shunday va bir taraf qilib ekan. Ha, menga jadvallarni qurib bo'ldi. Bayam ko'p o'xshashmaydi jarayonlarcha. Sen men tiplari bash tiplan qursam bo'ldi. Vaqtda ma sen Visual Studiodan chiqmay turiblar, sandan mashg'ulot ham ishni qila olaysan degan gapda. Bilaldiqqa, mana sandanni meyadan ishlatish qulaylik uchun mana kirib oldim shunday va. Access sandan shunga o'xshash. Masalan, men Access sandanni qo'shish uchun qanday qilmasam, SQL server deydi-ku, men fuchi triangle kirgandan keyin. Men shu jukul enjer deb turdi-ku. Men mishal kirgan sandan olinish degan kirgan yangi olinish qo'shish degandan, masalan, Access sandanlar bo'lib qolib qolsa, Access sandanni o'zimi meyadan tipini tanlab, Access sandan shunday va meyadan. Tanlagandan keyin anda meyadan bo'lsa hujjatning adresi, Access sandanninki o'rni nada bo'lsa, masalan, meyadan Access sandan batdi, VPN deb so'zgan qilib qo'ygan. Ikki sandan ekan. Birisi bo'lsa meyadagi 2010ninki 2007-2010ninki Access sandan. Birisi bo'lsa 2013 Access sandan. Qo'nonlar bor. Bu ikkisini ulag'an vaqtda faqat shu sandan qo'zish programmasining ismi o'xshamaydi. Sandan qo'zish programmasi deganda hozircha shu chudon chonchi o'tgan bo'ldi. Provider degan shu. Shu qismi o'xshamaydi. Ma MDB kaginiga xuddi torbekatni ulag'an o'xshash Microsoftdan OLEDB dan Microsoftdan Jet dan OLEDB dan serialning bu joylaymish. Nima? Endi mayani ulag'an vaqtda hamda Microsoftdan Access mana ACC degan OLEDB alanda Jet deyishnawa mana unda ACC qildi. Degan 12 dan 0 bo'yicha olayman. Faqat ashira o'xshamaydi qonunlarga. Buni qanday qilib degansa, masalan, men tanlagandan keyin sen Office'ning o'zida mening kompyuter Office 2010 va Office 2010 va shunava. Hamda sizlar yuqorisini ishlatsanlar 2013 tuzuk qadamlar ishlamaydi shunava. Shu vaqtda Access'ning o'zi bo'lsa mushkil shaklda bo'lgan bo'ldi. Buni ulg'an vaqtda chudon cho'nchisining ismi o'xshamaydi. Endi misolga men maya buning miyasi yo'qdi, social yenje qilsam normal ulandi shunava. Normal olgandek ma'ni muqimlashtirib. Bunga kun isbotgandan keyin men pas qaragandan keyin yana mana xaslik ko'znikidan xaslik ko'z orqali buningki biz nimaga qanday lenje qilingandan keyin lenje shu uchun so'z ko'ngil bo'ldi mana shu uchun degan cheksam mana yana mana qarsam 2007 ga nisbatan 2007 yoki 2010 ga nisbatan ma provider o'zi Microsoft AC ekan-ku. AC degan OLEDB 12 dan 0 bo'lgan bo'ldi. Mayil qilib olamiz. Hamda bizning ulmoqchi bo'lgan sandanning o'zi qanday tiplik sandan bo'lgan vaqtda 2007 Access 2007 yoki Access 2010-2012 deganliklar bo'lib qolib qolsa, Accessning keyingi manbalari bo'lib qolib qolsa, buni ishlatamiz qo'llanlar va hamda 2003ninki yoki 2000ning sandan bo'lganda kengaygan MDB bo'lgan bo'ldi shunday va bu vaqtda biz bir o'rganganda Microsoft degan Jet degan OLEDB degan S degan link bo'yicha olayman. Data source bo'lsa, endi men ulmoqchi bo'lgan sandanninki adresni ko'rsatgan bo'ldi. Ana biz mishadan foydalanib biz yana SQL server sandaning o'zigimi ulanishni ko'rgan bayatdan shunday va buningki sandan ulanishningki xasqini ko'rish uchun meniki yana shu shing chekkandan keyin miyada bormana. Buningki bo'lsa, data source bo'lsa, shu sandanninki nimasi ko'rsatgan bo'ldi. Adresi demek jiraftik kompyuterdeki sandan bo'lib qolsa, men cho'qim IP adres kelgan bo'ldi shunday va. Ana meyadan ma'lum bo'lsa, nimaning Windows sharoit ulanmamdi deganini ko'rsatgan bo'ldi ma'lumcha. Windows G holatda. Buni qo'ysanamni qo'yimsanam bo'ldi. False or Windows ulash bo'lmaydi degan ma'noda. User ID bo'lsa, mushdan kirganiki abont ismini ko'rsatgan bo'ldi shunday va. Bundan boshqani parolni o'zi bo'lsa, buning ishlatilgan nimani ko'rsatgan bo'ldi, maxfiy nimani ko'rsatgan bo'ldi shunday va. Bundan boshqa ankenda meyada yana birsi bor, sandanning ismi borcha. Masalan, ma'lum pivas buloqliqqa
Endi mala nisbatan buning shunchasi kirgan vaqtda endi ma providada initial katalog orqali biz nimani o'qiymiz, qaysi sondan ulanganligini o'qiymiz. Mana biz endi ma'noda biz endi buni qoralni paydo bo'lgan vaqtda mush bo'yicha ulab ko'rdikmiz nima. Endi gap nima? Program tuzish, programga ulashim kerak shunday. Program ulg'an vaqtda nima yerdan yangi misol ko'rib boqaylik. Avval biz SQL Server sondan nisbatan mashg'ulot deb qaraylik. Bu SQL Server sondan nisbatan mashg'ulot deb qolgan vaqtda, Access sondan nisbatan mashg'ulot deb qolgan vaqtda mashg'ulot qilishda ishlatiladigan birikmaning qismi o'xshashmaydi. Masalan, SQL Server sondan nisbatan Microsoftning o'zi maxsus Adobe DB'ning o'zida maxsus ta'minlab bergan beshiga SQL qiladigan mush birikmalar bor. Masalan, SQL Connection, SQL Command, SQL Data Reader degandek mushtaqilib nimalar bor? Birikmalar bor. Shunday. Hamda Access nisbatan ulg'an vaqti bo'lsa, oldiga OLEDB kelgan. OLEDB kelgan, masalan, OLEDB Connection, OLEDB Command, OLEDB Data Reader degandek mushuni oldiga SQL kelgan birikmalar orqali buni ulaymiz. Shunga mushuni shu birikmalarni akirgan vaqtda odatda biz Sijingga birikma kirgan qanday kirdi? Birikma kirgan vaqt qanday jumla yozatdi? Demak, buningga darslarni azm qilib qo'ldinglarda hozir. Shunami? Using orqali kiratdik. Yodingizda bormi? Masalan, Vengeance o'zini so'zlab bir qo'ygan sizlarga. Ion akirib, biz Vengeance o'zini o'chirish degan narsalarni. Shu vaqtda using orqali Ion akirgan bu. Unda hozir ma'lum sondan mashg'ulot qilgan vaqtda biz endi using orqali akiramiz buni. Unda men menga yangi misoldan birini qo'ray. Bu bizningki 8-soat darsimiz bo'ldi. 7-soat dars qayta takrorlandi navbatda hozir shunday. Mana hozir 8-soatlik darsimiz bo'ldi. Hozir men menga mashq deb bunday quray. Hozir biz Access sondan ulashgan sotib bo'lgan misolni ko'ramiz nima? Nima? SQL Server. SQL sondan. Nazman buni o'zini SQL konnepsini qo'yib oldim-ku. Ana men chering. Muqimlashtirib men batni o'zini ochay. Bizning programni ochay. Ana men oldin qatimdan bir qatim degandim. Biz sondan mashg'ulot olib bo'lgan vaqtda rioya qilish bo'lish tegish bo'lgan kelishimning o'zi, bir prinsipni o'zi qanday degan vaqtda biz sondanga uchur yozdiganda yoki uchur ochadigan vaqtda mana qilganda eng oxirda sondanni yechib, eng burun sondan qanday etib o'tishimiz kerak. Bu deganlik nima deganda, men ehtiyojim bo'lgan vaqtda nimani ochaman? Sondanni ochaman. Echib burun sondan mashg'ulot olib borman shunday. Ehtiyojim tugagandan keyin darhol buni qanday qilishim kerak? Sondan etib o'tishim kerak. Bo'lmasa bu mulozimat turininki besimni qilib qo'ydi shunday. Endi men bu yergamda men eng oddiy holatda sondan ulashma sotib bo'lgan bir misollar. Undan men menga ko'nib birini o'qiyman. Men ko'nib chekkanda biz SQL Server sondan nisbatan ulaydi. Endi har qanday vaqtda biz sondan mashg'ulotni birinchi o'rniga qo'ygan vaqtda eng avval sondan nisbatan ulanish yapaman. Sondan nisbatan ulanishning o'zi muvaffaqiyat bo'lgandan keyin aning keyin men nima ish qila olaman, aning keyin qolgan mashg'ulotni yapara olaman shunday. Undan biz avval ikki xil sondan ayrim bir misol orqali aning keyin uchur qo'shishni ayrim bir misol orqali, uchur o'zgarishni ayrim bir misol orqali, uchur aqtishni ayrim bir misol orqali ko'raylik. Bilamda? Aning eng oxirida keyingi soat darsimizda bir oddiy bir boshqacha sistemdan bir narsayli. Qanday? Ajib o'yinmaydi. Ondan sonra düşünüş qilish uchun ayrim-ayrim qilib qo'ray. Ondan sonra yana mau kunini basgan vaqtda endi SQL sondan qo'llansin. SQL Server sondan qo'llansin. Shunday. Muvaffaqiyat qo'llangan bo'lsa, menga muvaffaqiyat qo'llan degan xat chiqsin labol bir o'ziga shunday. Mana SQL Server sondan nisbatan ulashmishlar deb qaraylik. Birinchi o'qilganim, men SQL Server sondan nisbatan ulanish yapalganim uchun men using orqali SQL Serverga munosabat bo'lgan birikmaga kirishim kerak. Uchirroq birikma. Nozmiyaga using deb yozdim shunday. Bu qaysi birikma ichida? System degan tur ichidagi data degan ichidagi SQL Send. Buni o'zi bo'lsa hamda nimani ko'rsatgan bo'ldi? Mau turning o'zi bo'lsa SQL sondanga ulindigan, ishiladigan birikma. Adobe DB'ninki nimadan bo'ldi? Adobe DB degan nimada?
Buni qisqartirib ataydiq, Ado degan net deydiq shunaqmi? Ado degan nimani ko'rsatdi? Nima degan? Microsoft ta'minlab bergan har qanday mayli Sijing bo'lsin bo'ldi. VB degan net bo'lsin bo'ldi. yoki bo'lmasa ASP bo'lsin bo'ldi. ASP degan net bo'lsin bo'ldi. Umuman Sandan programmasining o'zida, Sandan programmasida Sandan bir taraf qilish ishlatadigan birikmaning ismi. Buningki AdoDB degan qisqartirilgan gap. Active Data Object degan qisqartirilgan ma'nosini bildirgan bo'ldi. Buningki Ado degani bo'lsa Active Data Object degan gap. DB degan database degan ma'noda bildirgan bo'ldi. Buni qisqartib Ado degan net deymiz. Bu bo'lsa Ado degan net bo'lsa maxsus shu Sandan bir taraf ishlatadigan. Bu Sandan tanlamaydi. Gap tushunarmi? Faqat buningki ulash jumlasiga o'xshamaydi. Gap tushunishmi? Ulash jumlasiga o'xshamaydi. Masalan, SQL Server standartiga nisbatan ulash jumlasida buningki qaysi xil qo'zitish programmasi ishlatilganligi. Buni Sandanning ismi nima deydi? Faqat qo'zitish programmasi ismiga o'xshamaydi. Masalan, MySQL nisbatan shunday qo'zitish programmasiga o'xshamaydi, Oracle nisbatan, mayli Excel nisbatan bo'lsa, Access nisbatan bo'lsin, hammasiniki nima o'xshamaydi? Faqat shu qo'zitish programmasiga o'xshamaydi. Qolgan jarayoni bitta o'pma o'xshash. Bunlar har qanday Sandan o'xshash bo'lgan bo'ldi. Shunga bu birlikka degan yerim shu. Bu Sandan tanlamaydi qonunlar. Endi biz bu yerda bir dona hamda nima qilaymiz degan vaqtda bir dona mamiyaga o'zgaruvchi nima qilaymiz shunday. Yana Sandan bilan ulanadigan ko'rish o'taydigan kon ismli ulanish obyektidan birini aniqlaymiz. Sandan ulanish obyektini aniqlaymiz shunday. Unda SQL connection. SQL connection. Ana SQL connection CONN. Tang new SQL connection CONN. Nadan mega CONN deb bir yangi bir nimadan birini aniqladim. Ya'ni tirnoq qattiq. Yangi bir turni aniqladim. Endi men komand bir konneksiyani chekkan vaqtda mushu turning o'ziga Sanda bo'lishim kerak shunday. Onda buning yana bir dona xosligi bor. Mana connection string. Connection string bo'lsa, men ulash jumlasini qanday ulash jumlasi ishlataman. Demak, qaysi Sandan qo'zitish programmasi ishlataman? Bu Sandanning ismi nima? Qaysi adresdagi Sandan ul nima? Bu Sandan ulash ishlatilgan abon ismi nima? Bu Sandanni ishlatishda huquq berilgan parolninki o'zi nima? Deganlarni to'ldirib berishim kerak. Aning keyin bu Sandan ochmayman shunday. Unda bu yerda SQL Server, SQL connection nisbatan bu Sandan qo'zitish programmasini yozishning zarurati yo'q. Qonunlar bor. Buning biz data source. Data bilan source o'tib boshirib bor. Qonunlar bor. Data source bir chekit. Bir chekit bo'lgan vaqtda mushu kompyuterning o'zini ko'rsatgan bo'ldi. Yana bir askartib bitay. Endi bu masalan mening programmamni yashagan programmamni ko'k-ko'k o'xshash har qanday kompyuter normal ijro bo'lsin. Sandan ulansin. Kimchanlar bor. Har xil tor qo'ygichlarga o'xshash. Har xil torda film qo'yadigan bir detallar bor-ku. Masalan, PPTV yoki o'sha Pofun ying deganda shunday. Mushta detallar o'xshash, mana bir detal yasmoqchi. Yoki ko'k paranjal detal yasmoqchi. Demak, butkul dunyoda har qanday qadam meni o'rganganni bilan detalim qochilgandan keyin meni o'zimning shu Sandanni ulansin demoqchi bo'lib qolsa, men cho'qim bir mulozimatlardan birini saqlashim kerak. Bu mulozimatlar 24 soat men o'tish kerak. Hamda buning SQL server qachilishim kerak. SQL serverni men birdan muqim IP-dan bir bog'lashim kerak shunday. Bog'lagan vaqtda men keyin bu butkul dunyoga Sandan mulozimat qildi. To'g'ri chiqqan kompyuterda. Unda vaqt men dunyoning har qanday yerda turib o'zimni Sandan qanaqlayman, ulanayman. Endi biz bunday sharoit bo'lmay qolib qolsa, mana qilganda o'zimizning bir o'zimizning bir mulozimatlar yo'q shunday. Bu vaqt men xalqning kompyuter to'rda men mulozimatlar Sandan mulozimat setilish to'g'ri keldi. 100 megabayt, 200 megabaytga bir jil cho'nliqda shunday. Endi mushunda setib olgan vaqtda bu setib berguvchi bizga IP adres ta'minlab berdi. Buni ham ishlaymiz. Qonlar bor. Hamda shu Sandanning ismini ta'minlab berdi. Bu Sandanga berilgan abon ismi bilan parolni ta'minlab berdi. Aning keyin shuni programmani kiritgandan keyin men har qanday xiyat turiblar, mush Sandan qanaqlayman, unlayman. Program tugul bo'ldi. Gap tushunishib bo'ldimi? Unda bo'lsa biz buni yaxshi tushunib olsak, har qanday narsa yasab chiqalar ekanmiz-ku. To'g'ri narsa deb, har qanday narsa yasab chiqib bo'ldi. To'g'ri uchramashtirganda esa to'g'ridan bir qism uchurlarni saqlab qoldigan degani. Har qanday xiyat turib, masalan, telefon turibmi, bu uchun o'zi ko'ngil bo'ldi shunday. Chunki to'g'ri narsa bir Sandan saqlab qo'yish shunday. Unda o'zimdan data source bo'lsa, o'sha Sandanning nimasini ko'rsatgan bo'ldi? Adresini, mulozimatini ko'rsatgan bo'ldi shunday. Endi initial catalog.
Bu bo'lsa sandanninki o'rin sandanning ismiga ko'rsatgan bo'ldi. Nada ma'ada men SQL server sandanning ichidagi men qaysi sandan ulanmoqchi, altashna degan sandan ulanmoqchi naqwa. Ham buni shu ishni qarab baqsaq bu yerga qarasak mana initial deb turamna. Initial katalog orqali sandanning ismini ifodalab turgan. Buning ismi nimada? Altashna atdi. Agar ma'lum xatni yozamsanglar, ma orqali ulag'andan keyin ma'ning xosliqqa kirib, o'ntirib basqandan keyin xosliq deb bashnawa. Xosliq kirgandan keyin miyada ulash xati deb turib miyada. Ulash xati degan o'zidagi mushu qismni o'zini bevosita ko'chirgandan keyin ma'u o'rnining o'zigacha bevosita hisoblasam bo'ladi. Lekin mening ta'kidlarim eng yaxshisi buni qanday qilishim kerak? Yotqa kallamda yotqa bo'lish kerak. Qo'lni har qanday sharoitda bir qarab uni yoza olishim kerak. Endi back astamay ekansanlar bir yezib qo'yishni saqlab qo'ysanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa ayrim bir kod shaklida bundan ishlatilgan kod bo'lgan bir hisoblab qo'yib kiyishsanglar bo'ldi. Animiyada user ID. User ID bo'lsa nimani ko'rsatadi? Nimani ishlatuvchining kimi? Parolni ko'rsatish nima? Parolni ko'rsatgan bo'ladi. User ID. Endi miyada user ID bo'ldi. User ID ning o'zi mening bo'ldi? Sa. Demak, mush kompyuterning ishlatdi. Bu o'zingizning kompyuterniki SQL Server fuchi asosan bu o'zgarib turdi. Masalan, endi meyadan PWD bo'lsa nima ko'rsatgan bo'ldi? Parolni yoki password deb to'liq yozsam bo'ldi. Qisqartib PWD bo'ldi. 1 2 3 4 5 deyish nima? Ondan so'ng bu yerga ulash jumlasini yozdim. Mashimiz kirgizdim nima? Endi ulab baqaman. Ulg'an vaqtda buningda bu aniq nurg'unlagan biz kutmagan xatoliklar yuz berish mumkin. Chunki bu degan ulashning o'zidir, men qanday bo'ldi? SQL Server uchun SQL Server mulozimatini cho'qim qo'zg'olib qilish kerak. Bu birinchi shart shunava. Ikkinchisi, to'g'ri cho'qim buloqlik qilish kerak. Men sirtdagi mulozimatni ulg'an vaqtda shunava ikkinchi shart. Uchinchisi, men kirgizgan parolni o'zi to'g'ri bilish kerak. Men kirgizgan abon ismini to'g'ri bilish kerak. Men kirgizgan IP adres to'g'ri bilish kerak shunava. Buni men bir vaqt to'g'ri kirgizmay deyolmayman. Yoki bo'lmasa men davomli SQL Server uchun xatolik chiqmaydi, SQL Server mulozimati o'chib qolmaydi deyolmayman shunava. Demak, bu vaqtda biz xatoliklarimizni bilib turishimiz kerak. Shunava. Endi biz bu sabab bizning program to'xtab qolmaslik kerak. Haqiqiy bir xatolik uchurimizni chiqarib berish kerak. Menda xatolik bo'ldi dedi. Shunava. Shu sababimiz endi try catch jumlasini ishlatamiz. Try catch nima? Birinchi sapagan sizlarga. Kutilmagan xatoliklarningki oldin ishlatilgan jumla. Catch. Try catch. Kutilmagan bir xatoliklarni o'zidan oldin oladigan bir programmani o'zi ko'rsatdi. Bir programlarni ko'rsatish nima? Nima mega adircha X deb olay. Ma xatolikni X ga yuklab turdish nima? Undan so'ng CONN then open. Demak buni ochaman. Ya'ni men sandanni o'zini ochaman. Muvaffaqiyat holat ocha olsa, catch degan qism kelmaydi. Kimchonlar. Agar muvaffaqiyat ochamasa, catch keldi-ku. Undan so'ng men message box orqali EX ninki. Ana ma'o qaysi tipdagi EX ekan? Men xatolikni mana buncha yig'ib oldi shunaqa. Yig'ib olgandan keyin hamda EX ninki Messenger deb turamda. Xatolikni o'zini chiqarib dedim. Demak, men sandanga ulanib bo'lgandan keyin muvaffaqiyatli holatda ulangan bo'lsa, nima deb chiqadi? Sandan ulanish muvaffaqiyatli bo'ldi deb chiqish kerak deydi. Shunday. Ada agar sandan ulangan yoki ulanmaganligini bu ulanish obyektining holatiga hukm qilamiz. Buni holat xosligi state deb iborat. Adan CONN then state. State na qimmati tang connection state. Connection state deb turamda. Connection state niki open. Uchiq bo'lgan vaqtda demak normal ulangan bo'lgan bo'ldi shunami? Connection state normal vaqtda label bir obyektniki tekstning o'zi. Tekstning o'zi tang sandan ulush muvaffaqiyatli bo'ldi.
meyada SQL sandan deb yozay. Nima? Endi sandan ulab bo'lgandan keyin cho'qim yetib o'tishim kerakman. Endi mana shu deb hamdim-da hozir meyada. Kep tushib qo'yib, mana shu deb bilamdim. Bundan so'ng meyada men sandanni qanday qilishim kerak, yetib o'tishim kerak shunday. Unda agar sandan uchiq bo'lib qolsa, endi yetishim kerak shunday. Unda cho'qim men meyada enninkina stat bo'yicha tang connection stat open bo'lib qolsa. Uchiq bo'lib qolib qolsa, anda buni qanday qilasan? Yetaversin. Close. Uchiq bo'lib qolsa qanday qilasan dedim? Yetaversin. Close. Close ning kimga nima qilib qattirna qilib qatdimi? Close. Yetaversin deb yozdim. Undan so'ng men butkul jarayonni mana buncha yozdim. Bu faqat endi SQL server sandan ulash bo'lgan bo'lishi, nima? Undan so'ng program ijro qilaman. Program ijro qilib bo'lgandan keyin endi men SQL server deganni bosay. Qarang, normallanda turdi. Demak, men birinchi bosqichimni qilib bo'ldim. Normal ulashni qilib bo'ldim. Normal ulab bo'lgandan keyin men endi command obyektni orqali ishlata olaman. Command obyektni ishlata olaman, dot updater obyektni ishlata olaman. Shunaqa. Ana bunga nisbatan dot reader obyektni o'zi qanday qila olaman? Ishlata olaman. Unda ado degan netniki mushuncha bir qator obyekti bor. Buni birinchisi connection. Unda ado degan netniki birinchi obyekt eng avval birinchi bo'lib qildigan sondan nisbatan qaysi obyekt ekan? Connection obyekti shunaqa. Connection obyekti. Ikkinchi obyekt bo'lsa command obyekti. Command obyekti bo'lsa hamda biz mushu ulangan yo'l orqali, mushu ulangan COIN orqali SQL server sondan nisbatan uchur bartaraf qilish jumlasini yo'llaydigan. Jumlalarni yo'llaydigan buyruq obyektini bor. Masalan, uchur uchagin, ko'chagin, uchur aqto'g'in degandek narsalar bor. Hamini biz command obyektiga yuklagandan keyin command obyektiga ijro qilamiz. Endi dot reader obyekti. Dot reader obyektining roli bo'lsa, endi faqat bir yo'nalishda, ya'ni SQL serverdan bizning programimiz chiqqan yo'nalishda, lekin bizning programimiz SQL server kirmaydi. Qonlava ham uchurlarning o'zi ustidan asta qarab tartib bo'yicha mangadi. Hargiz astdan ustiga manguz bo'lmaydi. Bir yo'nalish uchurni, shunalar kompyuterga nisbatan mulozimlarga nisbatan yuk ep kelmaydigan. Bir san uchur saqlaydigan bir obyektni iborat. Dot readerning o'zi. Bilan turib ko'ramiz. Qonlava. Bundan boshqa endi uningdan keyin ko'rdig'imiz dot updater. Dot updater bo'lsa, endi biz nimani netning o'zida bizga ta'minlab bergan dataset deb obyekt bor. Datasetning o'zi bo'lsa, maxsus bu mushu ko'xudanlik mana shular qanaqda bizning sondan ishlatuvchi kompyuter ekan. Gamchonlar va bu endi mulozimdir emas. Gap tushunishibqo? Biz hozir qilayotganimiz nima? Hozir birlik kompyuter bo'lg'achqa, sizlar menda bu CS deganni his qilolmaysizlar. Biz SQL server ishlatgan gap, biz qanday program tuzdik degan gap? CS program tuzdik degan gap. Buningdagi C degan vaqtda send degan gap. Bu bizning nimani ko'rsatgan bo'ldi? Bizning mulozimatimizdan paylanadigan kompyuter. Shunaqa. Mana qanda K hujini ko'rsatgan bo'ldi, shunaqa. SC bo'lsa nimani ko'rsatdi? K hujini ko'rsatgan bo'ldi. S ning o'zi nimani ko'rsatgan bo'ldi? Fu hujini ko'rsatdi. Fu hujini ko'rsatdi. CS. Undan biz tuzatgan programma SQL server ishlatgan vaqt qaysi kategoriyaga kirib ketdi bu? CS mosh kirib ketgan bo'ldi. Shunaqa. CS holat kirib ketgan bo'ldi. Endi bizningki endi dataset deganimiz oldimizda ko'rdigan, bugun ko'rmaymiz buni. Dataset deganimiz endi mushu ko'xuchi kompyuterningki neysiz ishga saqlovchi ekan. Tushuninglarmi? Ishga saqlovchidagi uchur saqlaydigan bir mushu sondan o'xshash bir obyektni iborat. Endi biz data updaterning roli bo'lsa, mushu obyekt bilan sondan o'ttirsa bir ko'rib deydi. Ya'ni sondandagi uchurning o'zini bir xil o'qiblar datasetiga yuklaydi. Andan sondan o'zi tutadi. Tushuninglar gapni o'zidan. So'ng barliq uchurlar nima bo'lgan bo'ldi? Ishga saqlovchi bo'lgan bo'ldi shunday. Endi men sondan zor uchur yozish imkon tug'ilgandilar, anenkayni sondan bilan olindi. Unda bo'lganda nurg'ulgan fayl taraf bor. Birinchidan mulozimatlarga besim o'tganmaydi. Ikkinchidan uchur bir daqiqa surat qanday bo'lgan bo'ldi? Tiz bo'lgan bo'ldi shunaqa. Demak, ado degan netning ado degan netniki adoga qaragan vaqtda farqimish. Adoning o'zida cho'qim uchurlar program cho'qim ulinib turish kerak. Uzilib ketolmaydi.
Qanlava. Adodiyatning o'zi bo'lsa, bir liqatda uchurni o'zini bitilda o'qib, naga kirib oldi, ishga saqlashga kirib oldi shunava. Ishga saqlashga kirgandan barliq mashg'ulot ishga saqlashda bo'lib, faqat uchur o'zgartish zarur tug'ilgan vaqtda anenkin naga bo'lindi. Ha, sandan bo'lindi. Shunga ASP.dan natiq turbikatlarning o'zining dastlab ichilish surati asta. Echilib bo'lgandan keyin shu turbikatning bizlar bo'lgan aloqani birini turg'izib oldi shunava. Echilib bo'lgandan keyin bitilda sandan bilan bo'lmish uzildi. Özet barliq mashg'ulotimiz faqat nima turib bo'lgan bo'ldi. Bizniki mulozimatlar bilan bizning tor ko'rgish o'tirishli bo'lgan bo'ldi. Odatda tor bekatning o'zi, sandalliq tor bekatning o'zi hozir 3 xil narsalar munosabatli ishda shunaqa. 3 xil narsalar munosabatli ishda sandan programmani o'zi. Qaysi deganda SQL server sandan nisbatan SQL serverning mouse SQL server sandan mulozimatlardan iborat shunaqa. Mao bo'lsa bizningki tor bekat ba mulozimatlardan iborat shunaqa. Mao bo'lsa tor ko'rgishdan iborat. Bizning tor bekat ziyorat qiluvchidan iborat shunaqa. Ondan mao daralla burunqi Adoda qanday qiladi deganda Adoning o'zida berib kelib mana bu uchur o'qimoqchi bo'lib qolsa, bevosita sandan mulozimat turib kelib, uchurni o'qib, anan keyin menga mana tushiradi shunaqa. Ani Adodiyatningki bir ortiqcha tarafining bo'ldi. Adodiyatning bir ortiqcha taraf bo'lsa, unda date updater obyektni o'zini kirgizdi. Bu obyektning alaylik bo'lsa degan vaqtda endi ma mulozimatlarning o'zi, ammo ma bo'lsa nima ko'rgich bo'lgan bo'ldi shunaqa. Ma mulozimatlar bo'lgan bo'ldi. Ma sandan bo'lgan bo'ldi-ku. Ondan so'ng ma'nomiz bevosita ma mulozimatlarga nisbatan ma'lum uchurni talab qilgan vaqtda dasturda barliq sandan uchurni hammani miyaga tushirib oldi. Qaysi buqa data setga lozim uchurni bir xil tushirib oldi shunaqa. Shunga ma bevosita miyaga berib olmasdan ma'lum uchurni qildi. Suratda ham ma'no qaraganda qanday bo'lgan bo'ldi? Sal tiz bo'lgan bo'ldi shunaqa. Lekin 5-chi surat sal asti bo'lgan bo'ldi. Ichilib bo'lgandan keyin surat qanday bo'ldi? Yana keyin qatlab bosqichlik suratda tiz bo'lgan bo'ldi. Qolonlar shunga meyadagi buni biz keyingi soatda munozil qilamiz. Hozir biz endi birinchi xil shakl bo'yicha data reader bo'lsa, endi bu faqat bevosita aloqaligini. Qolonlar endi ma'nomiz bo'lsa, endi SQL server sandan nisbatan bo'ldi shunaqa. Endi biz access sandan nisbatan yapaqaylik. Endi SQL server sandan bilan access sandan ikkisining farqi bo'lsa, SQL server sandanimiz bo'lsa, mulozimatlarga tayinlandi. Mulozimatlar bo'lmasa SQL server sandan ijro bo'lmaydi. Buni SQL server sandan o'zini mustaqil ayirib chiqib ijro qilmaydi, siz o'xshash. Buni cho'qim men SQL server mulozimatlarini qachilgandan keyin men sandanini SQL server sandaninikiga o'zi qo'shib anlashilta olayman. Masalan, SQL serverningki sandan o'zini o'zi MDF shaklida bo'lgan bo'ldi. Men buni samaviy deganlikningki sandan mashg'ulot qismining o'zida mana MDF shaklida bo'lgan bo'ldi. Qolonlar biz endi tor bekatni yak bizning programmamizni ko'chirib ketganda SQL server sandanimizni to'xtatib turib, endi meni ko'chirib mana o'zi qolonlar ko'chirib olgandan keyin men boshqa bir SQL server sandan nisbatan buni qo'shib aniki ijro qila olaman. Bo'lmasa bevosita SQL server sandan bo'lmasa men ijro qilib bo'laman. Bo'lmaydi. Gap tushunishib bo'ldi balla, bo'lmaydi. Unda bo'lsa shunga SQL server sandaning o'zi bo'lsa, qaysi xil tiplik sandan ekan bo'ldi? CS shunaqa. Endi mao access sandan bo'lsa, endi bu yakkalatda, yak kompyuter javobidan sandan iborat. Buni men ko'chirib ochib ketiblar, kompyuter ijro qilsam normal ijro bo'laverdi. Qonunlar bor, normal ijro. Buni men access qo'shib yoki bo'lmasa boshqa qilib yurishning zaruriyati yo'q. Bu bir yaxshi tarafi shu. Endi lekin SQL server access sandanning kamchilik tarafi buning CS shaklli program tuzilmaydi. Qonunlar bor. Tuzish to'g'ri kelsin, logiklik jihatdan tuzilmaydi deymiz, lekin endi buni yana tadqiq kelsak, yana bir amallarni qilib bo'ldi. Buni cho'qim bir qo'ng'ishon o'rtaq bo'lgan bir bo'shliq saqlab, adres bo'yicha ulab qilsak bo'ldi. Qonunlar buni qilish bak avarchi, uni o'rnida nima ishlasak bo'ldi? SQL server sandan ishlasak bo'ldi. Undan bo'lsa men meniki tekstiga access deb yozdim. Access nomi ikki xil bor. 2003 ning bir xil. Endi birchi 2007 ning bir xil. Faqat nimasi o'xshamaydi buningki. Ikkisi birla misol qilaylik, faqat nimasini ayirmaylik, ikkicha don yozay, ya. 2000 yoki 2007 yoki 2010 nima? 2007dan 2010. 2000 bunda bo'ldi. 2000 ham 2003 ma. 2003. Demak bu ikki xil sandan nisbatan. Hozir hamda meni banch bo'lgan vaqtda hamda ko'nlikni tashlanglar. Qachon ishiltimiz 2003 ni o'zi shunday bor.
2010 işləsənlər bu 2010 qaçıldım mən. 2010 işləsəndə qolaylıq qıldı ekan. Endi mənim Visual Studio'nun 2012 şuna var. Bu da detalniki ən sınaqda ötkəndən keyin ən yangi nüsxasını işlətdim. Sınaqdan ötkəndən keyin. Endi mən ötkən biz demiş 2012 işlətməyən degəndə sizə dərs başlagan ta 2012 çıxmagan. Bana var. Bu 12-ci ayın 11-ci ayda nərsimi elan qandan keyin sınaqdan ötüb hazır. Bunu bitirə taqatda hazır. Taqsım işlətimiz. Nəvəs mədim mən 2007 bunun münasibət bolğan sandanı özünə kirəyim. Nama 2007'nin sandan zikeş ne var? Nada ben maaş sandan birisi 2003'ten birisi 2007'den of kalanlar var. Bunu yani ben üzerindeki müderrisi ne etti? Manın içindeki, Sejing'in içindeki kaçın ders, 8'in dersinden içinde. Ondan sonra hazır. Ma programı icra buluş müderrisi okuyuşum gerek bunu. İcra bulan kısımmış şu. Karam yaturan da. Yani ma debug diyen içinde. Baya bir mündərci quray. İsmini DB deb alay. Ana mushu mündərciga men buni tashlay. Men tashlagan bo'ldim-ku. Ana men buni ulash programmasi yozay. Buni ulash uchun endi men mani ishlasam bo'lmaydi. Sequence ishlasam bo'lmaydi. Buni men ayrim bir dana birikma shunaqa. Bu OLEDB. Ana using system degan OLED data degan OLEDB. Mana kirma. Agar gandan keyin buningga men yana bir tal CON'ning bir bo'yicha yana birini qurayishni va vaqtda OLEDB connection'ni qurmay buningga. Onlayn SQL connection emas. CON'ning birday. Tam new OLEDB connection. Setdim. Ana qilib oldim shuni va. Ana qilib olgandan keyin buning o'sha men connection string bir majna va. Con bir o'qatda CON'da con per nenki nimse connection string tamam men provider deb yozdim buraya. Unda da men provider degan o'zga shuna va masalan Microsoft degan jet degan OLEDB degan serialning bu data bu provider bo'ldi shuna va hamda data source bo'lsa shu sandanninki adresini ko'rsatgan bo'ldi. Qo'shimiz shuna va applicationninki startup path degan bo'lsa shu sandan qo'zg'algan o'rinni ko'rsatgan bo'ldi shuna va buni men to'string orqali zifoga aylantirishim kerak-ku. Zifoga aylantirgandan keyin buningga qo'shiman yana nima bilan demada nimati astidagi ikkita astida qo'ydim mana nima astidagi nima ismi bo'lgan altashna degan mdb. Endi buni maqsadlar try catch orqali ulasam bo'ldi shuna va then try mega expression channel da xatolikni oldi. Men x ni qolgancha asan y asanlar bo'ldi, x deb asanlar bo'laverdi. Sen qolganini qo'ysanlar bo'ldi. O'zgargich. Ana men yerdan bo'lsam-da CO'ni birni qanday qilishim kerak, aytishim kerak-ku. CO bir degan endi navoda normal ochilmasa xatolikni chiqarib turdi shuna va x ninki message endi men uni aytib o'tishim kerak-ku. Agar u chiqib qolsa aytilib ketsin. Ma kodni o'zi ko'chirgandan keyin men yozibdi. Mana men bir bo'lgan bo'ldi-ku. Endi men o'xshashlar label bir o'ziga label birning tekstiga eng muhim bo'lsa qonunlar gunohlar bilamda. Mana qarg'alarchilikqa mandal yodlablar qilsanlar bo'lmaydi. Bunchoqum sandanni avval ulay ekanman, sandan birinchi o'qildig'ini sandan ulash, sandan muvaffaqiyat ulangandan keyin qolgan buyruqni belgilab oldi. Sandan ulamay turib buyruq belgilanmaydi. Shu qo'llanlar va undan menga access sandan ulash muvaffaqiyat bo'ldi deb chiqdi shuna va undan so'ng men ijro qilsam
Adır xatalık bakın ma orundakini tapamını bu db'nin aslında ha. Aslındaki db degan bunları jasıttı va. Nadaman program icra qilgandan keyin 2013dan va. Endi 2007-nikida yani bir yaxshiroq hamda 2013-2007 amini 12.0'ning o'zida normal qo'llaydi. Qo'llaydi. Microsoftda misol menda yazsanglar bo'ldi. ACC dedim-ku. Yani OLEDB mi 12.0. 12.0 bo'lgan bo'ldi-ku. Buni yaxshiroq MDB ni qo'llaydi bu. ACC bunda emasdi. Qanaqa ismi? Hayatdan ko'rganda maniki AC ekan. ACC emas ekan, ACC deb qo'ydim men. AC access bo'lgan kuncha. Ishkim qo'llaydi. Yani faqat men sondan ismini o'zgartirsam 2007niki ACDB deb bir sibat deb 2007niki tipidikisi. Bunda ACCDB deb. Bunda bo'lgan vaqtda 2007 sondan o'zimi normal qo'llaganman. Ondan sonra men bugun shuncha ko'rsatib turay. Hozir sondan o'zini biz mukammal ulab qilib bo'ldik shunaqa. Yani mushkil qil sondan cho'qim ulinishni puxta men kelsa tantirmay yozalagan bo'lishim kerak. Mujna yozalagan keyin men dars so'zlayman, dars so'zlayman sizlarga. Endi talab bunga qattiq bo'ldi. Qanaqalar? Men